Biz ötken vatandaşlarga 22 devlet Garip devletinin Uygurlarning kishilik huquq masalasi bo'yicha Jungoni tang qilganligini leksiya qilib so'zlagan edik. Endi bu qatim mavzu mundaq. Bugunchi 2019-yil 7-oyning 14-kuni haftaga yakshanba vatandaş mavzu mundaq. 37 devlet Birleşken Devletler Teşkilatı xat yazıp Jungo'nun Şinjan siyasetini qo'lladi. Mavzuli xabar 7-oyning 13 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington haftaning 5-kuni jumladan Saudiya Arabiston, Rossiya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan 37 davlat Birleşken Devletler Teşkilatı xat yozib Jungo'da yo'l qo'ygan siyosatlarni qo'lladi. Jungo'ning Şinjan'da yo'l qo'ygan siyosatlarni qo'lladi. Biz Garip devletlerinin kishilik huquq masalasida Jungo'ni tanqid qilish bilan bu ish bir selishtirim bo'lib qoldi. Bu devletler Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq komitetiga yozgan birlashma xatida kishilik huquqni siyosiylashtirish qarshi turib, Jungo kishilik huquq sohasida ro'shan natijalarga erishdi deb maqtadi. Hatta mundaq deyildi. Zo'ravonlarning va radikalistlarning xaraslariga duch kelganda Jungo Şinjan'da bir qator zo'ravonlarga qarshi turish, radikalistlarga qarshi turish tadbirlarini qo'llandi. Kasbiy tarbiyalash lagerlarimi bunun içinde. Şinjan'da radikalist yok, Şinjan'da zo'ravonlar yok. Fakat zo'ravon siyaset var. Fakat zo'ravon Xitoy millatchiligi var. Fıradın tatib rəhbərlerigacha zo'ravon Xitoy millatchiligi var. Herkes Şinjan Uygurlarda zo'ravonlik yo'q, radikalist yo'q. Agar o ish qilayotgan bo'lsa Uyg'ur, demak o o'zining ozodligi uchun, hurligi uchun qilayotgan ishlar. Hatta mundaq tilg'alin. Şinjan'da 3 yildan beri zo'ravonlik hujum yuz bermadi. Balki Jungo maxsus o'rinlashtirgan zo'ravonlar, ya'ni Anchventoning maxfiy xodimlari Şinjan'da zo'ravonlik harakatlarida tashkillamidi desang bo'ladi. Bu bizning ko'z qarashimiz. Kishilar bexatarlik tuyg'usiga ega bo'ldi. Albatta shunday ko'chmanlarga pul berish, yerlashtirish, uy berish, yo'tkab elib chiqib siyosiy ko'chmanlar var. Nüfus aholi ahvolini o'zgartirgan siyosiy ko'chmanlar. Ularni maqtaysan. Saudiya Arabiston va Rossiya qatorliq davlatlardan boshqa yana nurg'un Afrika davlatlari Chavshan, Venezuela, Kuba, Belarusya ko'ranglar. Birinchi bo'lib Saudiya Arabiston 37 davlat Jungo'ning Şinjan'da kishilik huquq siyosatini qo'llaydigan 37 davlatdan birinchisi Saudiya Arabiston. İkincisi Rossiya, bu tabiiy var. Chavshan, Venezuela, Kuba, Belarusya, Burma, Filipin, Suriye falan pişman. Bunların hammasi Xitoyning do'stlari var. Endi Xitoy buni tashkillaydi de. Yana tashkillash kuchi var, yana puli var. Shuning uchun tashkillaydi. Bularning elchilari birlashma xatga imzo qo'ygan emish vatandosh. Jungo'da 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlari ziyonkashlik qildi deb ayblanganda Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq komiteti a'zo bo'lgan 22 davlat imzoliq birlashma bayonot e'lon qildi. G'arb dunyosi, rahmat G'arb dunyosi. Jungo'ning Şinjan'dagi Uyg'ur musulmonlarining huquqlariga daxli taruz qilganligini tanqid qilganda Barchilat xonim vali Kishilik huquq komitetining valisi Barchilat xonim bir jumla so'z bilan butunlay 70 yillik tarixni Xitoy hukmronligining 70 yilligini bir jumla so'z bilan isbotladi. Oshkor deb aytdi. Nima dedi? Bu rayon huquqsiz rayon dedi. Bu bo'layotgan ishlar Uyg'urlar Xitoy o'rtasidagi ishlar hozir jonga keldi deyli, Uyg'urlar pesha keldi deyli. Bu huquq uchun kurash Jungo'lar apandilar. 37 devlet hem şunu bilmelen ki bu hukuk için bo'layotgan kurash. 37 devlet markanız var, devlet bayrağınız var, hukukunuz var. Kim bildi sizge bu hukuk ne? Kuch. Belki o'zingizning kuchi, belki xalqaro kuch. Sizge bildi. Uyg'urning qo'lida shu kuchni, huquqni tartib olganligi uchun Uyg'ur standi bugun
Uyghur meselesi ortaya çıkıyor. Siz tünügün teşkilleyen 22 devlet, garip devletinin Uygurlar doğrusudaki birleşim bayanatı bugün 37 devletin teşkillepsi demek. Uygur meselesi bugün halkara işki lagırı. Şərq lagırı mesela Gümçendan Cungosu lagırı, Garip lagırı mesela adalet, insaniyetçilik, insanperverlikle kollaydıgan garip dünyası. Uygur'unu kollap oturup çıktı, işki lagır peyda oldu diye.